Chempionlar Ligasi bizga shunaqangi ajoyib imkoniyat yaratyaptiki, biz qur'adan keyin har qanday holatda ham dahshatli revanshga guvoh bo'lamiz. Qasosli o'yinga guvoh bo'lamiz. Mana shunaqangi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Men sizlarga buni batafsil tushuntirib beraman. Bilasiz, Barselona va Chelsea play-offga allaqachon chiqib bo'lgan va ular o'z raqiblarini kutmoqda. Va bu yoqda saralashda ularning raqibi Newcastle yoki Paris Saint-Germain bo'ladi. Endi yuqoridagi masalaga to'xtalamiz. Qanday qasos haqida gapirgandim? Ya'ni Paris Saint-Germain aniq Barselona yoki Chelsea bilan tushadi. Agar Paris Saint-Germain Chelsea bilan tushadigan bo'lsa, ular qasos olish kerak bo'ladi. 2025-yil yozidagi Jahon chempionati, ya'ni klublar o'rtasidagi Jahon chempionati finalidagi mag'lubiyat uchun. Butun dunyo biladi, Paris Saint-Germain Chelsea ga qarshi o'yinda, ya'ni o'sha finalda mag'lubiyatga uchragan yirik hisobda va kubokni boy bergandi. Va ular agar hozir Chelsea ga qarshi tushadigan bo'lsa, Chempionlar Ligasida ularni Chempionlar Ligasidan chiqarib yuborib, o'zini qasosini olishi mumkin. Ikkinchi revansh qayerda? Albatta Barselona PSG to'qnashuvida. Barselona so'nggi o'yinda Paris Saint-Germainga mag'lubiyatga uchragan, o'shanda Parij klubining asosiy futbolchilari yo'q edi. Barselona favorit holida ham yutqizib qo'ygandi. Agar Paris Saint-Germain va Barselona tushadigan bo'lsa, unda ham biz yana dahshatli o'yin guvohiga aylanamiz. Bo'lib ham Barsani Parij klubi bilan anchagina hisob-kitobi qolib ketgan. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin, qur'a qachon va qayerda bo'ladi? Eslatib o'taman, Yevropa Chempionlar Ligasi qur'asi 27-fevral, ya'ni juma kuni soat 16:00 da boshlanadi. Lekin ushbu qur'ani o'tgan safargida hech qaysi telekanallarimiz olib bermaydi. Biroq men bu qur'ani profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda o'zbekcha sharhda olib beraman. Qo'shiling va qur'ani birga ko'ramiz, qaysi juftliklar ko'rishini birgalikda kuzatamiz.